Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Bu video murojaat butun O'zbekistondagi auditoriyasi kuchli blogerlarga atalgan. Chunki ko'p tarmoqlarda ko'zlarimiz tushayotgan bo'lsa, blogerlar bir-birini ketini kavlash bilan ovora bo'lib qoldi. Kuchli auditoriyalar bir-birlarini xalqqa yomon ko'rsatib, men zo'rman, u yomon ish qildi, bu bunday, bu bunday deb gapni chivalashtirishdan ko'ra ozgincha mana shu O'zbekistonda Toshkent, Samarqand, Navoiy juda ko'p viloyatlariga уже xitoyliklar уже kirib kelib, уже boyagi narxlarini ilib, yozuvlarini haqiqiy qilib ilib, savdosini yo'lga qo'yapti. Xo'p, misol uchun yaxshi ish qilayotgandir. Misol uchun O'zbekistonda savdo sanoatini narxi pasayishiga sabab bo'lishi mumkin. Lekin xitoyliklardan hech qachon do'st chiqmaydi. Chunki hozirgi paytda musulmonga pichoq ko'tarib turgan zamonda hech qachon boshqa din vakili sizni qo'llab-quvvatlab, sizga rahmi hech qachon kelmaydi. Iltimos o'sha narsani to'g'richa his qilinglar. Agar sizlar kuchli blogerlar, nomi chiqqan blogerlarga atalgan bu video, nomi chiqqan blogerlar, agar sizlar shunaqa bir-birlaring ketlaring kovlab, men zo'rman, bu bunday xato qildi, bu bunaqa qildi deb yuraversalaring, nasib bo'lsa, Xudo xolasa kelajakda bolalaring o'sha xitoyliklarning bozorida, qo'lida xuddi ota-bobomiz SSR davrida qul bo'lib ishlagandek, sizlarning ham bolalaring, bizning ham farzandlarimiz o'shalarning qo'lida qulda ishlashga majbur bo'ladi. Sizlar yaxshi yashashlaring mumkin, lekin farzandlaring kelajagini hech kim o'zlaring o'ylamasalar kim o'ylaydi? O'sha tomonni ham chustsiz qilinglar, iltimoslarda auditoriya berilibdi sizlarga. Misol uchun aktyorliklaring bordir, xalqni kuldirishni eplayapsizlar, lekin bu tomonni ham gardak eplab qo'yinglar, iltimoslardan. Mayda ko'zga ko'rinmagan auditoriya egalari bu videolarni joylayapti Instagram tarmog'iga. Shu videolarni joylayapti. Davlatimiz, prezidentimiz, rahbarimizga chiqishyapti. Mana unaqa bo'lyapti prezidentimiz. Shunga chora ko'ring, shunga qonun chiqaring. Bu ertaga yomon ta'sir qilishi mumkin deb tashlayapti, video qilyapti video. Lekin nima uchun sizlar qila olmaysizlar? Nimaga unaqa ish qila olmaysizlar? O'sha tomoni prosta odamga alam qiladi. Bilmadim nima uchun qilmaysizlar, uni o'zlaringdan boshqa hech kim bilmasa kerak. Gapni qisqasi shu. O'zlaringni sharmanda qilmanglar.